Assalomu alaykum, Renessans TV kanalini yangi tong ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, sog'misiz, salomatmisiz? Yana xonadoningiz mehmoni yangi tong ko'rsatuvi. Assalomu alaykum yaxshilar, erta tongdan bizni yaxshi kayfiyat bilan kutayotgan go'zallarim, aziz bekajonlar. Bugun sizlar uchun ajoyib mavzu, do'stlik, qadrdonlik haqida gaplashamiz. Siz kutgan, siz sog'ingan mehmonlar yangi tong dasturida, ularni kutib oling, kuzating va biz bilan dastur davomida mazza qiling. Bizdan uzoqlashmang, Xudo xohlasa dasturimizda siz sog'ingan san'atkorlardan do'stlik sirlarini va do'stlik xotiralarini mirqib eshitamiz. Marhamat. Quvonchim ko'kka sochila boshlar, chunki sen borsan, mening ertagim, xayollarim sensan, sensan. Tunlarim kunga aylana boshlar, ko'zingdan aslo oqmasin yoshlar. Umrimning bori, ko'nglimning zo'ri, tanho o'zingsan jonim. Bor bo'lgan kellar orzularingda, bor bo'lgan kellar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda, Majnundek parvoz etsam deyman. Bor bo'lgan kellar orzularingda, bor bo'lgan kellar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda, Majnundek parvoz etsam deyman. Mehringdan dardlar dilni tark etar, chehrangdan kunlar yorishib ketar. Sen deb yashayman, mening hayotim, orzularim sensan, sensan. Shirin so'zlaring ko'nglim erkalar, daryo ko'zlaring aqlimni olar. Hamma shartingga tayyorman, faqat sevaman desang jonim. Bor bo'lgan kellar orzularingda, bor bo'lgan kellar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda, Majnundek parvoz etsam deyman. Bor bo'lgan kellar orzularingda, bor bo'lgan kellar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda, Majnundek parvoz etsam deyman. Bor bo'lgan kellar orzularingda, bor bo'lgan kellar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda, Majnundek parvoz etsam deyman. Bor bo'lgan kellar orzularingda, bor bo'lgan kellar xayollaringda, sen bilan go'zal ertaklarimda, Majnundek parvoz etsam deyman. Bor bo'lgan kellar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xushvaqt bo'linglar, yaxshi. Sizni erta tongdan yangi tong dasturida ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Sizni qo'shiqlaringizni sog'ingan edik. Mana bugun o'zingizni ko'rish nasib bo'ldi. Ayniqsa qizlar xursand. Ayniqsa, yaxshi. Ana men rasmlarni yig'ib yurgan Jo'rabekni ham ko'radigan kun bor ekan. Bor bo'lgim kelar orzularingda deb anchagina qizni orzularda yashab qo'ygansiz. Ha, to'g'ri. Rahmat, men ham xursandman chaqirganingizga va o'sha muxlislar qo'ymasdan so'rayapti.
Sog'inishyapti qo'shiqlaringizni. sog'inishyapti, talab qilishyapti deganligi juda xursand bo'lib, o'shanga men nahotki deb. Ya nimaga nahotki sizni qo'shiqlaringiz bilan ulg'aygan, sizni qo'shiqlaringiz bilan sevgini his qilgan qizlar bor, juftliklar bor. Ularga yangi qo'shiqlaringizni eshitish ham menimcha yoqimli bo'ladi. Jo'rabek aka, bilasizmi, sizni ijodingizda shu narsa borda. Misol, endi asosiy maqsadga o'tgan deb o'ylayapmiz-da hozir. Ishq haqida, muhabbat haqida, sevgi haqida kuylangan taronalar ko'pda va o'z davrida bu qo'shiqlar yetarlicha hit bo'lgan. Lekin aynan Jo'rabek akaning ijodida chin va toza orzularga juda chiroyli urg'u berilganda va o'ylaymanki, shu uchun ham o'sha paytlar tinglovchisi bo'lgan muxlislar Jo'rabek akaning ijodini yillar o'tsa-da, aynan o'sha muxlislik shashti hech qachon so'nmaydi. Chunki unda va o'sha davrda qilingan shirin orzular insonning qalbidan hech qachon chiqmaydi-da. Va aynan Jo'rabek akaning ijod yo'llarida biz ko'proq sevgi va gullarga bag'ishlangan qo'shiqlarni ham bilamiz, lekin aynan alohida qatorda orzularga nisbatan kuylangan toza muhabbat yotadi-da. Va Aziz opam aytdilar hozir, Husnora singlimiz aytdi, ko'plab qizlar, muxlislar erta tongdan ertasiga Jo'rabek akani ko'rib rostdan xursand bo'lishyapti va ular yoshliklariga qaytishadi. Va aynan o'sha tomoshabinlarni yosh etaplari o'tgan sari qachonlardir qilingan shirin orzularni yana bir bor entikib eslashgan bo'lsa ajab emas. Unda aynan shu qo'shiqni eshitamizmi? Qo'shiq bilan kirdingiz studiyamizga. Erta tongdan bir boshqacha fayz bilan boshladik va Husnora sizga savol berib davom ettirmoqchiki, aynan o'sha birinchi taronani juft qilgan holatda suhbatni qizg'in ravishda davom ettiramiz. Ma'qulmi aka? Marhamat, studiyamiz sizga muntazir. Sen go'zalim tun kabi orom yuragimga, bahor nafasi ganju dilimga, shabnam kabi qo'ngin qalbimning yaproqlariga, nurli hislarni dilga et ato. Uxlab qolgan ertaklar ko'zim ochar, sening mayin nafis ovozingdan yuragim sog'inch zanjirlarin uzar. Bu maftunkor ishqning sadosidan yo'lingga gullarni, yulduzli tunlarni, bahor tushlarini beraman senga. Yo'lingga gullarni, yulduzli tunlarni, bahor tushlarini beraman senga.
ajoyib qo'shiq, yaxshi kayfiyatimizni yana ham yaxshi qilib oldik. Erta tongdan biz sog'ingan qo'shiqni eshitib, o'sha davr yoshligimizga qaytgandek bo'ldik. To'g'risi biz Aziz opa bilan birgalikda chiqib o'ynamoqchi edik, lekin Damirga qo'yganlari yo'q. O'zlari zo'r Yana meni o'ynasizlar, aytib xalaqit yuboradi, berasizlar, qo'yinglar, o'zlari mazza qilib sahnada o'ynasinlar. Jo'rabek aka, menda savol bor. Kim yozgan bu qo'shiqni? Asl so'zi kimniki bo'lgan? Shunchalar tanlab, terib, qalbga yaqin so'zlardan foydalanilgan. Qo'shiqlarimni so'zlarini ham Aynan bor bo'lgim kelarni so'zini. o'zim yozganman. O'zingiz so'zini o'zingiz yozganmisiz? Muzikasini ham, so'zini ham Qo'yib. hamma ijodim qo'shiqlarimni afsuski o'zim yozaman so'zlarini. Nimaga afsuski? afsuski? Shuncha chiroyli qo'shiqlar. Chunki juda xohlayman masalan shoirlar bilan Ijodiy hamkorlik qilishni. hamkorlik qilishlarni xohlayman. Ha. Lekin afsuski bizda mana qo'shiqqa so'z yoza oladigan nimalar yo'q-da, mana avtor pesennik deydi. Aynan qo'shiq uchun muallif shoirlar bo'lsa, Qo'shiq matnini yozadiganlar yo'q-da. Bizda shoirlar bor, qo'shiq matnini yozadigan. bular ikki Shu narsa dunyo. bizda yetishmovchilikda. Chunki masalan qo'shiqlarimda nimasi muxlislarimga yoqadi, o'zimga yoqmaydigani, masalan, boya aytganingizdek orzu, mana shu so'zda ko'p ishtirok etadi. Gullar, Ma'lum bir mavzu doirasidaman demoqchisizda, to'g'rimi? takrorlanaveradi mana shu so'z. Lekin meni suhbatimda so'zingizni bo'ldim ming bor uzr. Chunki siz o'z fikringizdan yondashyapsizda va men buni muxlis sifatida aytyapman. Hozir Jo'rabek aka ijodkor sifatida o'z ijrolari juda ham 100% firmenniy bo'lganligini va ularni mavzusi ma'lum bir ma'noda bir xilligidan qochganini aytyapsizda. Men to'g'rilab ketmoqchiman. Shunday bo'lsa-da, uni o'zgachaligi va eshitimligi yoqimli-da. Bu yog'ini ham inobatga olib o'ting. Unisi men nima deydi? Endi o'sha muxlislar zo'r nima qilasiz, zo'r deb bunaqa. Endi o'zim hammasini yozgan, shu o'zim bundoq qarayman deb hammasida so'zlar takrorlanaveradi-da. Masalan, bir tanish nimalarim, tanish do'stlarim bir xillari bir qanaqadir hazil qilib gullar kuychisi ham deydi. Chunki hamma qo'shig'imda lolalar, oqatir gullar, bahor gullari, mana shu gul so'zi qatnashaveradi. Keyin o'sha muhabbat so'ziga gul so'zi bog'liq. Bu Menimcha, to'g'ri, tabiiy. uyingizda ham gullar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Asosan ayollar gullar bilan shug'ullanadi, ko'proq o'stiradilar. uyimda gullar juda ko'p, farzandlarim mani gullarim. Qanday chiroyli jumla. Ijodkorona javob. Ijodkorona javob ber. Menda yana bitta savol bor. Juda chiroyli qo'shiqlar aytasiz, o'zingizni o'sha yo'nalishingizda maromiga yetkazib. Jo'rabek aka, masalan, yaqin do'stingiz, o'rtoqlaringiz mana shu qo'shiqni menga kuylashga ber. Men ham o'zim to'ylarda yoki tug'ilgan kunlarda mana shu orzularing, bor bo'lgim kelar orzularingda yoki boshqa qo'shiqlaringni o'zim kuylay desa siz qizg'anasizmi yo mayli aytib ko'rdi, bera olasizmi? Osonginami bu ijodkor uchun? Do'stingiz so'rasa. Ha, ay nozik o'ylanib qoldilar. Demak, bunaqa savollar bo'lgan sizga, takliflar bo'lgan. Menimcha biz qo'shiqlardan qo'rqasiz. O'zim ijodimga juda qizg'anchiman. O'shani yaxshi o'rinli bu bunaqani berdik. Savolni mana shu murojaat qilmoqchiman. Masalan, yosh xonandalarga ko'p shunaqa bo'ladi mana internet tarmoqlarida. Ha, hozir cover qilishadi. So'ramasdan qo'shig'imni shartta aytib yuborishadi-da, yana uyalmasdan отметка ham qilib qo'yishadi-da. Yana uni stать с автором degan nimasini ham yuborib qo'yishadi, принять degan. Kollaboratsiya qabul qiling deb. Jahlim chiqib ketadi-da, keyin shular bilan nima qilaman-da, ko'pincha xafa qilib qo'yishga to'g'ri keladi-da. Ukajonim, nimaga so'ramasdan teyinasan birovnaqasiga ijodiga desam, o'zing harakat. Xafa bo'lishadi, xafa bo'lishadi. Voy nima? Do'stlaringizga ham bermaysiz. Havas qilamiz, yaxshi ko'rasiz. Xo'p, yaxshi ko'rsing. Bunda Birog'i so'rab. Masalan, biz ham yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimiz bor, ustoz san'atkorlarning. Biz ham masalan o'shani kuylaymiz desak, borib so'ragan joylarimiz bo'lganda, borib to'g'ri. Borib bir muomalasini qilib, bir Albatta. So'rasalar ruxsat berasizmi? Aytishni bilsa, qo'shiq aytishni bilsa. Yana ularning ijrolari Jo'rabek akaga yoqsa, birinchi chiqqan formatidan umuman qo'shiqlar hozir boshqacha Buzmasdan aytsa. Endi do'stlaringizga ham bera olmaysiz, ha? Demak, siz bir farzandi deydi-ku, ijodkorda ijod mahsulini. Yo'q, do'stlarim. Jo'rabek aka, Aziz opa Jo'rabek akani nimagadir qiynayaptilar. Menda ham Taronalarni savol do'stlarga bor. berish borasida hozir shu o'rinda shu mavzuda biz singlimizdan chiroyli savol eshitamizda, keyin Aziz opa nima demoqchi bo'lganligini ochiqroq, oydinroq tushuntirib beramiz. Jo'rabek aka, endi ijodingizda nima yangiliklar, yangi premyeralar ustida ishlayapsizmi? Qachon endi konsertlarga boramiz?
Yangiliklar, nima yangiliklar? Hamma savolni bir qilib beryordimmi? Aslida Eng yoqtirmagan savolim berdingiz. shu o'rinda mavzumizni to'ldirish uchun va biz Jo'rabekka juda ham katta sovg'a tayyorlaganmiz va o'ylaymanki, erta tongdan bizni kuzatayotgan aziz teletomoshabinlar, bizni sovg'amiz nafaqat Jo'rabekka, balkim ko'plab muxlislarga ham yoqadi. Mashinamga sig'adimi ish qilib u sovg'a? Ular mashinangizga sig'maydi, ular umr bo'yi sizga hamroh bo'lgan. Yuqorida aytganimizdek, bizning suhbat mavzumiz chin do'stlik haqida bo'ladi va Jo'rabek akani do'stlarini taklif qilganmiz va umid qilamizki, bugungi suhbatimiz do'stlik haqida o'z maromida va mehrga to'la suhbat bo'ladi. Marhamat, Jo'rabek akaning do'stlarini taklif qilamiz. جانم باش نوجداد بعد مرگ پایده ندارد جانم باش رخنمایان کنه این ماه شب تابانم باش دیوانه بو دیوانه بو دیوانه بو مستم غیر است و غیر است کسی را نپرستم دل دست تو بود دل دست تو بود هسته به جانم عشقم جانم باش نوشدار بعد مرگ فایده ندارد جانم باش رخنمایان کنه این ماه شب تابانم باش جانم باش داد از دل صبر من رفته دگر برباد از دل صبر من رفته دگر فریاد از دل داد از دل داد از دل دیوانه بو دیوانه بو دیوانه بو مست غیر است و غیر است کسی را نپرستم دل دست تو بود بسته تو بود بسته به جانم از عشقت حیرانم دیوانه بو دیوانه بو دیوانه مستم غیر است و غیر است کسی را نپرستم دل دست تو بود بسته بود بسته به جانم از عشقت حیرانم شیرین زبانم در تنگ تو هم یار دل تنگ تو هم یار مجنون قسم خورده دل تنگ تو هم یار افتاده به جانی شیرین زبانم عشق توی عاشق بشی شیرین زبانم هی هی
Assalomu alaykum. Sizni erta tongdan yangi tong dasturida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana do'stlik, yillar osha birga yetib kelgan, birga ijod qilgan haqiqiy do'stlar bugun studiyamiz sizni ko'rib juda xursandmiz. Assalomu alaykum, ahli ijodkor. Sizlarni ham ko'rib turib bag'oyatda xursand bo'ldik. Rahmat, Sharof aka. Azizaxon, Husnoraxon, qolaversa Damirjon mana sizlarni mana shu har doim tongi dasturlarni biz kuzatib boramiz oilaviy. Rahmat. Biz uchun qiziqarli, ma'noli va kayfiyat bag'ishlovchi ajoyib dastur. Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Do'stlaringizni ko'rib xursand bo'ldingizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi yetib keldingiz, Uyquga Ulug'bek aka. to'ymaganinglar ko'rinyapti. Vohili uyg'onib, yaxshimisizlar? Ko'zingiz yopilib qolibdi, charchabsiz. Jo'rabek aka yaxshimisiz? Sharomsan bilan boshqa ko'rishdik. Ko'zlari butkul yopilib. Ko'zlari yopilgani uchun achkila taqyapti. O'zi odatda tez yig'ilib turasizlarmi yoki aynan biz bugun sababchi bo'ldikmi sizlarni ko'rishishga? Yo'q, biz bir yilda bir 365 kun ko'rishib turamiz. Yaxshi-ku, sog'inishga ulgurmasingizdan uchrashasiz. Lekin bunaqa ko'rishishlaringizdan men sizlarni xuddi 1-2 oydan beri umuman ko'rishmagan odamdek his qildim. Ya sizlar aytmadinglar-da, men o'ylayman, men o'zim alohida shu Ulug'bek do'stim bilan birgalikda kelaman. O'zim tashrif buyuryapman deb o'ylasangiz? Qarasam Jo'rabek ham shu yerda ekanlar. Hech bo'lmasa bir ko'rsatuvda ko'rishmay turaylik aka. Jo'rabekka shu yerda emas edilar, o'zi sizlarni yig'ishda o'zi bir mushkul ish bo'ldi. Biz ko'rsatuv redaktorlari bilan suhbatlashdik-da, aynan do'stlik mavzusiga kimga murojaat qilar ekanmiz degan bir izlanish ishlari bo'ldi-da. Va aynan tan olib aytish kerak, erta tongdan Renessans TV kanaliga do'stlik mavzusida suhbatlashish uchun ko'rib turgan 3 ta mashhur, 3 ta mehrli do'stlarni yig'ish juda ham mashaqqatli bo'ldi. Chunki bularni uchalasi ham uch tomonda ijod va hayot bilan bandda. Lekin hozir e'tibor berdingizmi, 365 kun birgamiz dedi. Demak, siz telefon qilganingizda ham bular birga o'tirgan bo'lgan. Yo'qlar deb shunaqa deyishgan. Efir uchun shunaqa bo'ladi. Sirimiz ochilmasin, efir uchun Bitta shunaqa. joyda bo'lganimizni, telefonlarda konferensiya qilganimizgacha bilyapmiz. Sizga bahona boshlovchi sheriklarimiz. Faqat konferensiyada ko'rishyapmiz. Uzoq yillar birga do'stlar, birga o'qigansiz, birga ijod qilgansiz sezilib turadi. Hatto qaysidir yuz qismingizni jihatlar birga o'xshab ketgan. Xuddi qarindoshga o'xshaysiz. To'g'ri, bulamanga o'xshaydi bir xil. Ko'pchilik aytganmi bizgacha? Biz shunaqa xunuymiz ham. Shunaqa hazillashib turasizlarmi Ulug'bek aka? Biz qo'pol hazillashamiz. Ba'zida o'shani biz ba'za qilamiz. Jo'rabek aka shunaqa jim turib hazillarga chidab beradilar? Yo'q, Jo'rabek ham yaxshi Juda hazillashadi. ham kam gaplar ekan. Bular yig'yaptilar, hozir ko'chaga chiqqandan keyin hazillashadi. Baribir yoshlar eng kattamiz bular ichida eng yoshi menman. O'shaning uchun men eng Ko'rinib turibdi Ulug'bek aka. kichkinasi men bo'lganim uchun hamma nafatik Yosh ham ozgina nima deydi? Bu narsaga sal e'tibor berish kerak, to'g'ri? Yoshliklarida yanada ko'proq hazilkashadilar. Masalan, hozir Jo'rabek akani ko'rgan odam hech kim 70 ga kirgan demaydi-da mana. 73. Lekin men orangizda eng yoshi Jo'rabek aka deb o'ylagandim. Ana. Bu komplimentmi yo zaharmi bu? Bormisiz? Endi Yana bir marta maqtasangiz telefonni so'raydi. o'zlari gapirmaganlari uchun yonlarini olib turibman-da hozircha. Lekin tanlov juda ham zo'r bo'libdi. Men rosa xursand bo'ldim. Tanlov shunaqa zo'r bo'lganki, chunki biz haqiqatan ham nafaqat biz yumorga boy hazilkashmiz, chunki 25 yillik do'stmiz. 25 yillik. 25 yillik. 25 yillik. 2000-yildan beri. Borza bola tug'ilsa 25 yosh bo'lar ekan shunda. O'zi yaqinda o'qib qoldim. 7 yil birga bo'lgan odamlar, demak, bular bir umrga уже 7 yildan oshsa, bir umrga уже ayirib bo'lmaydi. O'rganishgan olimlar demoqchisiz. Shunaqa ekan. Biz haqiqatan 25 yil bo'ldi. Sizlar qaysi darajaga keldi endi do'stlikdan oshib ketish? Jo'rabek akani birinchi bolalar 25 yoshga kirdi. Biz tanishganimizda 1 yosh edi. Lekin Jo'rabek aka, Sharof aka sizni olingizda shunaqa gapiryaptilar. Bizni o'tgan sonlarimizni ham ko'rdingizmi? Efir kanalda ko'rdingizmi? O'tgan sonlarimizda Sharof aka mehmon bo'ldilar va sizni rosa yomonladilar. Tanqid qildilar. Yodgor bilan ekan. Jo'rabek akalik kibr bo'lib ketgan deb Sorpressaga gapirdilar. o'tdi. Men sizga nima yomonlik qildim? Nega sotyapsiz? Sotqinlarga o'lim. San bularga gapirgin, men fon chalib. Buncha yomonlagan inson bilan yonma-yon o'tiribsiz. Endi anaqa aytadi-yu, nima deydi? Kimdir yomonlasang, uni gunohlari to'kiladi, umri uzayadi. O'sha bir-birimizga umr tilaymiz, bir-birimizga bir gunohlarimiz to'kilsin deb bir-birimizni yomonlab turamiz. Aytdi o'sha dasturdan keyin men ishlarim uyushmaslik boshlandi. Hammasi hazil albatta, unaqa deganlari yo'q.
aksincha yoshlikdan birga o'sgan do'stim deb sizni rosa maqtadilar. Ayni suhbatni qizg'in joyida men sezyapman, tomoshabinlar energiyasidan sezyapman. Jo'rabek akadan yana bitta tarona eshitishimiz kerak. Chunki Jo'rabek akani muxlislari va bizning studiyamiz ham ularning taronalarini sog'inib qolgan. Do'stlar ham sog'inishgan. Marhamat. Marhamat Jo'rabek aka. Lekin u bog'larga bugun begona bizlar. Bu go'zallik esga solib ilk xotiralar. Sen uchun uzilgan o'sha nafis oq atirgullar. Sevishganlar aylanar naqadar baxtli. Havas bilan boqsam da dilim alamli, qayg'uli, qayg'uli. Baxtli kunlarimiz endi armonli. Yana gullar eslatar seni, yana gullar eslatar seni menga, yana gullar oq atirgullar eslatar seni, eslatar meni senga. Yana gullar eslatar seni, yana gullar eslatar seni menga, yana gullar oq atirgullar eslatar seni. Eslatar meni senga. Aylanaman bog'larni men bugun sensiz. Sen topibsan baxtingni, men esa yolg'iz. Ko'pmidi gunohlarim. Mayli qayda bo'lsang ham baxtli bo'l gulim. Seni ravo ko'rmadim nechun taqdirim. Orzuyim yo'q endi, baxtimizni armonlar ayirdi. Yana gullar eslatar seni, yana gullar eslatar seni menga, yana gullar oq atirgullar eslatar seni, eslatar meni senga. Yana gullar eslatar seni, yana gullar eslatar seni menga, yana gullar oq atirgullar eslatar seni, eslatar meni senga. Yomg'irlarga ismimizni yozar edik esingdanmi? Shamollar ham sevgimizni kuylar edi, shamollar ham. Yana gullar eslatar seni, yana gullar eslatar seni menga, yana gullar oq atirgullar eslatar seni, eslatar meni senga. Yana gullar eslatar seni, yana gullar eslatar seni menga, yana gullar oq atirgullar eslatar seni, eslatar meni senga. Savol bor, bu lekin shaxsiy savol, o'zim uchun qiziqda. Masalan, qizlar dugona bo'lsa, do'st bo'lsa, bir-birini bemalol aldashadi, yolg'on gapirishadi. Masalan, voy bormoqchi edim, masalan, seni yoningga, "Men shunaqa ishim chiqib qoldi-da" deb. Siz ham bir-biringizni aldagan vaqtlar bo'lganmi? Kim ko'proq yolg'on ishlatgan, Ulug'bek aka? Sharob kelib qoldingmi?
aka mana svetofordan nima qilyapti mana. Hozir. Mana qizil turibman, uyingizni oldi nimada. Uyda. Shuni hozir burilsam bo'ldi siz. Jo'rabek anoni ham ayting, telefonga signalni, mashinasini signalini yozib olganini ayting. Ishonmayapman, signal chalginsa mundoq ochadi. Mana dedim, do tirik qo'yib, babab qilsa. Voy Sharof aka. Siz shunchaki aldoqchimiz, yaxshigina katta yolg'onchi. Rostdan oxirini o'zlari aytishmaydi-da. Men vaqti kelgandan keyin aka chiqyapsiz, ha mana chiqyapman. Endi uyg'ongan bo'ladi. Mana chiqyapman. U sizga qaytar dunyo bo'lgan. Ulug'bek aka yana bitta savol bor, bu ham shaxsiy. Men qizlar bilan qani bolalarning do'stligi qanaqa bo'ladi? Solishtirish uchun beryapman. Qizlar uzr gapingiz bo'ldim. Sir saqlashchi, masalan, Sharof aka yoki bular Jo'rabek aka o'zaro qaysidir sirni sizdan yashirayotganlarini siz his qilganmisiz? Mana 25 yillik do'stlik orasida. Biladi-yu, odam sezadi, nimadir Sharof yashiryapti, ichida bular nimadir kelishib olgan Jo'rabek bilan degan siz uchun yashirilgan sirlar. Telefonda konferensiyada sir bo'lishi mumkin, to bitta joyga yig'ilgunimizcha. Ko'zlaridan bilib olasiz keyin. Ha, o'zi sirasi ochilib ketadi sirlar. Uzoqbek tutisha olmaydi. Yo'q. Keyin men shunaqa gapiring. Yo, siz gapiring. Hammamiz sizdan eshitamiz, gapiring. Davom ettiring keyin men. Lady Imperial. Yo, gapiring. Ko'rsatuvni oxirigacha ushlab turinglar. Soatni esidan Chinora bilan Ulug'bek aka gapirish marafonini o'ynaguncha biz hozir Sharof akadan chiroyli tarona eshitamiz. Voy, Sharof aka qo'shiqlarni sog'inamiz. Qo'shiqdan Sizlar gaplashib turaveringlar, Sharof aka eshitamiz.
shuncha muxlislarim borligini mana endi bilyapman. Albatta muxlislaringiz Muxlislaringizni bir qismi yig'ilgan bu yerga aka. Rahmat. ekran orqasida kuzatayotgan bekajonlar ertalabdan kayfiyatlari ko'tarilib, ertalabki nonushtadan o'nqalarni o'ynatib, voy Sharifjonni qo'shig'ida pishirdim deb shirin qilib bizga. Menimcha nonushta ham bir chetda qolib qo'shiqni eshitib ular ham raqsga tushib ketgan. Ketmagan bo'lsin-da. Didi chakkamaslik ko'p. Akajonlar, shu o'rinda bir savol tug'iladi-da. Do'stlik borasida tanishishni o'zining tarixi bor-da. Aynan san'at to'xtaladigan bo'lsak, san'at sohasi ijodkorlardan do'st chiqmaydi degan bir eski bir yozilmagan qonunga ko'p eshitganmiz shu. Bor shu gap, bor. Shu gap bor. Bor. Lekin men Sharof akani lichni hayotda ham shaxsan taniganim uchun ko'p guvohi bo'lganman. Ayni ko'rib turgan trioingizda yosh chegarasi ham har xil, lekin do'stlik aka-ukalikka aylangan. Aka-ukalik esa qondoshlikka, birodarlikka aylanganda va sizlar san'at sohasida chin do'st bo'lishni bir yaqqol misolisiz. Tanishish qanaqa bo'lgan? Do'stlik chig'irig'i, do'stlik tanlovi qanday o'tilgan, Sharof aka? Talabalik davrida. Aha. Birinchi kursga kelgan paytimda Jo'rabek aka meni bizdan kattaroq kursda o'qirdilar-da. Oliygohda, san'at institutida. San'at institutida o'qirdilar. Keyin shu yerda buni qarasam bir imiji bor, boshqacha bir klassik stilli plashlar kiyib olgan, Al Pacino. Bakimbartlar bo'yingacha tushgan, bir boshqacha ochkilar taqilgan, boshqacha stilyaga odam qilib yo'ldan o'tib qarayaptilar, buni butun o'tib qarayaptilar. Siz Buxorodan kelgansiz, biz birinchi soddagina kurs. talaba. Teshimikin bu odam ko'ziga yomon ko'ryapmanmi shekilli. Dedim, yo'q qo'ydilar, bu yoqqa turib keyin sizni bir minutga mumkinmi dedilar. Eshitaman, assalomu alaykum. Endi men bir katta bir Shuhrat Abbosovdek ko'ryapman-da bu kishi. Men bu institutda rejissurada o'qiyman dedilar. Men aytdim, bu talabamikan yoki bir domlamikan deyapman-da. O'zlarini domla deb tutyaptilar-da, bir katta buyuk rejissyor, 47 ta kino olib qo'ygan. Nahotki baxtim ochildi. Ha, deb endi birinchi kursga endi kirib kelgan talaba uchun bu narsa orzu-ku, bir kinolarga kimdir taklif qilsa boshqa. Labay akasi, sizni bir obrazda ko'ryapman-da, sizni bir rolga taklif qilmoqchiman dedi. Orzularim ushaldi dedim. Ssenariyni gapirganday bo'ldilar, tushuntirganday bo'ldilar. Bo'ldi, o'ynayman dedim. Chin dildan o'ynagim kelyapti-da, kichkina bir obrazchaga bir epizodga o'ynasam men xursandman-da. Dedilar, o'shandan keyin bilsam hammasi yolg'on ekan-da. Hammasi ertasi kun kutdim, indini kutdim, bir hafta kutdim, bir oy kutaman. Hech kim murojaat qilmaydi. Nimaga aldagansiz aka, shuni ayting mana efirda ayting. Nimaga meni aldagansiz o'shanda? Yosh bir orzularga bir to'lib kelgan bir qalb egasi. Aldaganlaring Nimaga aldagansiz? Mana shuni ayting mana. Sinab ko'rganmisiz? Qani xo'p deydilarmi deb. Nima deydi? Yo'q, suhbatsiz haqingizga ketdi-da Jo'rabek aka hozir. Aldagan odam siz bo'lyapsiz. Oqlab keting, nimaga aldaganingizni? Nimaga aldagingiz kelgan shunday beg'ubor insonni? Boya aytganingizda nima deydi? Boshida ko'rolmaslik yoki bir narsa yo'q bu deganingizda, o'zi to'g'risini aytsam qanaqadirchi nima deydi? Mana bunaqa narsa ham bor-da, ani kimnidir yomon ko'rib boshidan nima qilingan boshlangan narsa nima bo'ldi, keyin inoq bo'lib ketadi. Yoki ani urushib tanishgan odam sadoqatga aylanadi. Men to'g'risini aytsam yoqtirmasdim-da. Ochiq gap ketyapti Sharof. Ha, ochiq. Yoqtirmasdim-da o'sha payt. To'q qaradim endi biz teatrda o'qiyapmiz, уже qancha nima qilganmiz, o'qiganmiz, u paydo bo'lib qolib, birdaniga seriallarda, bir narsalarda qilib hamma qizlar bunga nima qilib qo'ygan. E'tibor qilib. Ha. Voy, jingari sochli bola, u bu deb hamma seriallarda bu. Mana. Jahlim chiqardi shu nimasiga shuni nima qilishadi derdim-da. Nimasiga derdim-da. Bahona qilib gaplashib. Chiroyli uyushtirgan ekansiz, ha? Keyin biz endi teatrda ko'pincha buni, keyin yana bitta bola bor edi. Unga ham, bunga ham hamma qizlar oshiq edi. Biz bularni g'iybat qilib o'tirardik biz. Biz bularni g'iybat qilib o'tirardik. Sharof aka o'qishga faqat sevilish uchun borgan ekansizda. Ko'rdingizmi Aziza, faqat ayollar g'iybat qilmaydi. Bizaga birontamizga masalan biron bir qiz yoqsa-da, o'sha qizga voy desak, lekin u qiz bunga voy derdi-da, bizaga buni ko'ra olmasdik-da. Ha, biz buni jahlimiz chiqardi. Nimaga derdik-da? Chunki bu o'sha paytda seriallarda chiqib bir nima serial edi? Kliplarga chiqib yurardi. Ha, klip ani Shahlo Rustamdan, o'sha klipidagi. Yo'q, qana serialda chiqib qolgan. Ha, Balog'at bekatiga chiqib. O'sha TV2 dan
serial bir narsa bo'lardi, o'shalarda chiqardi-da, hamma voy jingali sochli bola deb bana qilardi. Mana shunaqa bo'lib, keyin bir o'sha gaplashganimda diplom ish qilishim kerak edi, shuni chaqirsammikin, shu как раз o'sha obrazimga to'g'ri kelyapti, bir olifta obrazga nima qilishim kerak bo'lgan. Keyin shuni gaplashib nima qilsam, yo'q qarasam yaxshi bola ekan bir. Gap so'zi boshqasidan keyin bir endi bildim dedingizmi? Keyin bir yaxshi nima qilib qo'ygan. Yaxshi taassurot qoldirib, yaxshi tomonlarini ko'rgansiz. Shundan keyin juda inoq bo'lib ketgan biz. Masalan, Ulug'bekni ham nima qilishi qiziq bo'lgan, bu ham hayotimda paydo bo'lishi o'sha. Hayotimda paydo bo'lishi. Institutda выражаться. Bundoq qilib nima qilib o'tirman. Endi bizlar rejissyor nimasiki, kuzatuvda ko'proq iborat. Kuzatuvdan iborat rejissyor. Bir payt bundoq qaradim. Bir bola paydo bo'lib qoldi, bir juda qiziq personaj. Hayotda unaqa narsa ko'rmaganman-da. Qo'lida durbin. To'g'rimi? O'sha payt ani bobkari prichoskalar moda bo'lardi. O'shanaqa prichoskalar, bunda qora futbolkachalar. Kachokcha. Hozir endi ko'payib ketdi, endi zalga qatnashlar, u payt bu narsa defitsit bo'lardi. Noyob tuyulgan. Noyob deb, bundoq qarammi? Chiroyli bir nakachini, bir bolacha sochlari bundoq deb, qo'lda durbin. Deyapman-da. Nimaga buni qo'lda durbin deyapman? Kim bu deyapman? Qarab hayron. Bu qayerdan paydo bo'ldi? O'zi bittasiga yetamiz. Juda qiziq personaj-da. Keyin nima qilib? Bundoq chiqqanman-da, "Mana qarang, mumkinmisiz?" Ha, desam. Kimsiz? Nimaga durbin yo'qyapsan? Men unaqasi. Operatorda o'qiyman deyapti. Kim ularni aldagan? Operatorda o'qiyman. Boshida. Demak o'qimaydi. Yo'q, Dramaga kirgan. u payt prosta nima deydi? Chiroyli qizlarni o'qigani kelar ekan. Durbin shuning uchun kerak bo'lgan. Ana, uzoqlarni yaqin qilish uchun durbin kerak bo'lgan. Uzoq qalblarni yaqin. Shunaqa qilib keyin bu bilan nima qilganmiz? Keyin bu qayergadir yo'qolib qoldim, aytdim. Qani bo'ldim, cho'da operatorga o'qiyman degan dedim. Keyin o'sha operator bolalardan nechta so'rasam, Ulug'bek, yo'q, unaqa bola yo'q deydi. Ulug'bek bor, ana boshqa Ulug'bekdan qilishdim aytdim. Dedim, yo'q, men unaqa bola dedim. Mamtida xola bor edi dedim. Qani Ulug'bek? Unaqa bola hech qachon bizda bo'lmagan, o'qimagan deb. Keyin yo'q bo'lib qoldi. Undan keyin qancha yillar o'tib, keyin Umid yulduzlari festivali bir narsa bo'lganda, o'sha yerda keyin ko'rib qoldim-da buni. Keyin o'sha estradni sirkovoyga kirgan ekan. Bu yoqqa kirgani kelib, keyin asli bunga o'qish kerak bo'lgan joy yo'q ekan. Keyin estradni sirkovoylarning nimasi bilan yo'q orqali keyin nima qilib qo'yganmiz o'sha Umid yulduzlardan o'sha Shod guruhi, yana kimlar o'sha yerda? Shohruxxon, shular. Afruzlar. Rahmatulloh. O'sha nimalarda keyin aytdim, menga qaradim. Bir nima qilib o'sha bolasanmi deysan? Ha, deydi. Durbin qani dedi. Shu bir taklifda Ulug'bekka juda ham bir o'zlari ta'riflagisi kelyapti. Qayerga yo'qolib qoldingiz o'sha paytda? Nimaga keyin Sirkovoy kollejda paydo bo'lib qoldingiz? Qayerdan yo'qoldingiz? Durbinni qaydan joyga? Va nihoyat sizga so'z berildi. Davom ettiring aka. Durbin g'oyasi qayerdan keldi qo'lingizga? Avvalambor assalomu alaykum. Muxlislarim, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. So'z berdinglar, rahmat. Albatta. O'zi aslida unaqa bo'lmagan. Biz o'zi boshidan yo'qda estradada o'qib, Shohruxxonlar bilan biz bu yoqqa kelganmiz. Undan oldin men o'qishga kirgan bo'lganman. Nima deyani, yalqovlik qilib tashlab chiqib ketganman. Qiyin darslar, qiyin. O'zi shunday, bo'pti, menga kerak emas ekan degan paytim o'zi bilan ko'rishganman. Aslida o'zi Sharobjon Muqimovni Jo'rabek akam bilan men tanishtirib qo'yganman, lekin bu gaplar aytganlar menga, men yoqmaydi Sharobda. Yomon injiqlar bilan. Bu bilan ham tanishimiz qiziq bo'lganda. O'sha san'at institutida eng chiroyli qizlarni, talabalik davrida sevgiga odam go'zallar, moyillik. Eng chiroylisini shu ko'ylini olib, ana harakat qilardim. Ular bilan yaxshi chiqishishgani. Keyin boshqalar darrov ana boqiliga kelib, kuzatishlar paydo bo'lardi. Keyin xullas ikkita yaqin dugonam bo'lardi. Institut bo'yicha eng chiroylilari o'sha edi. Xullas men bittasi bilan shu sevgi bilan mast bo'lib yuribmiz. Bir payt uni dugonasiga bu paydo bo'lib qoldi. Qarasam boshini aylantirib yuribdi, aytdim. Mukammal ssenariy. Men masalan dugonasini ham qizg'anyapman-da o'sha. Kim bu dedim. O'zim qarasam, stilni bola kiyinib olgan.
Yetmaganiga durbinam bor deng. Josh Shuster. Keyin aytdim, "Cho'ta vaziyat chata. Bu juda bir Shuster bo'layotgan" dedim. Agar bu ketishni ketaversa, bu emas, o'zimnikidan ham ayrilib qolaman dedim. Bu mayli. O'zimnikidan ham ayrilib ketib qolaman, ko'z o'ynar ekan bolamni. Aynitmoqchi bo'ldim dugonasini. Xullas, nimadir bo'ldi, bu bilan o'sha bahonada tanishib oldik. Keyin telefonlashdik, qo'ng'iroqlashdik, u paytda sotuv telefonlar bo'lmasdi, damashq. Keyin qarasam, xarakteri yaxshi. 66 77 11. Keyin 66 77 11. Shu o'rinda bitta maslahat beraman, sizlar hali uyga kirishinglarni ham o'ylaylik, keninglarim yonida. Ya endi bu talabalik davrida bo'ladigan holatlar bo'ladi-ku. Endi baribir birinchi o'rinda ilmga, o'qishga berilgandek u paytlar. Endi undan tashqari endi bir holatlar. Xullas keyin shu bilan yaqin bo'lib ketganmiz, Jo'rabek ham, men xullas institut davrida ham, Gruppa bo'lganmiz keyin ham Jadu guruhi. ijod qilganmiz, birga to'ylarda birga yurganmiz. Orzularni masalan bor bo'lgim kelardi, birga aytganmiz to'ylarda. Meni qo'shig'imni ham birga aytganmiz. Uchalarimiz chiqardik biz gruppa bo'lib, to'ylarda yoki konsertlarda boshida. Keyin bu gruppa yemadi, keyin yana alohida yurdik. Yo'q, yegani shuncha. Har biringizni yo'lingiz va ijodingiz alohida butunda. Shu o'rinda men ko'proq markaziy qarshimda o'tirgan insonga qaratmoqchiman. Ulug'bek aka, takror xush kelibsiz akajon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ijodingiz va san'atingiz o'ziga xosda. Boya Sharof akam aytganlaridek, biz durbin ko'tardik, operatorchida o'qidik, rejissyorada o'qidik va biz kliplar tetapoya qildik. Hammani o'z unsuri va qobiliyatlari bor. Lekin shu o'rinda Ulug'bek aka ijodingizga alohida mehr bilan kuzatuvchi bo'lganman-da. Negadir orada biroz sokinlik bo'ldi. Qo'shiqlaringiz aslida sokin va ma'noli edi, lekin ijodingizdagi temp ham sokinlashganday bo'ldi-da. Va aynan shu o'rinda Xudoga shukrki, hozir bu sokinlikning o'rnini shijoat egallagan va ko'plab tanlovlarda qo'shiqlarni yorib ijro etayotganingizni guvohi bo'lyapmiz. To'g'ri. Va shu o'rinda sizga so'z berishdan avval sizni tanitgan mashhur taronangizni bitta eshitsak, nima deysizlar Endi sizlar? Qani shuni aytmoqchi edim. Qani eshitaylik. Marhamat. Aytma, 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 bevafosan.
achinarli behuda o'tdi. Mana bugun sen bilan xayrlashar ekanmiz. Armonli, qayg'uli kecha bugun meni armon daryosiga g'arq etib cho'ktirmoqda. Jonim, o'zga bilan seni ko'rish qanchalar meni jonsizlantirib qo'yganini bilganingda edi. Men endi yo'q insonman. Men endi bevafosan, 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 bevafosan. Ajoyib qo'shiq. Musiqasi ham quloqqa yoqimli, so'zlari aynan shu qo'shiq uchun yozilgan, tanlangani sezilib turibdi. Haqiqatan ham ovoz imkoniyati juda keng, juda keng. Men nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyo bo'yicha ovoz imkoniyatining zo'rligi bo'yicha men Ulug'bekni 3-o'rinda ko'raman. Bir, ikki, uch. Birinchi o'rinda men, ikkinchi o'rinda Ajra aka. Voy va jiddiy eshitibman. Hurmatli reyting bu aka. Yo'q, lekin haqiqatan ham juda professional ijrochilar agar tinglaydigan bo'lsa, uncha-munchasi lol qoladigan holatni yaratib bera oladi haqiqatan ham. Asırlardır yalnızım, pişmanım yazın. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem uzun tünellerinden, sondum kederlerinden. Cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Oh, seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanım yollarım, bana kurşunlar. Kıyametler kapıyor zabanzı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedim, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sonra Allah aşkına seni versinler ellere, beni vursunlar. Hey! Sana sevdanım yollarım, bana kurşunlar. Gap yo'q. Xuddi menda aytdi. Sen o'rgatganda aytdim. Qoyil. Siz yaxshi o'quvchi ekansiz. Bu jonli ijro nimaga so'raldi? Biz Ulug'bek akani ijro mahoratlariga tan berganmiz, lekin biz jonli ijroni ularning do'stlari Jo'rabek akani so'zlarini isbotlash uchun kuyladik. Chunki ular hozir yuqorida aytdilarda, Ulug'bek serqirra ijro qiladi. Har bir ohangga moslashadi. Biz shuni yaqqol isbotini ko'rdik. Sharof aka, shu o'rinda bir savolda. Muxlisim to'rtta bo'ldi. Va yillaringiz juda ham uzoqligiga borib taqalar ekanda. Hayotimizda har birimizning hayotimizda deylik bir ma'lum ma'noda qiyinchiliklar bo'ladi. Va o'sha paytlar do'stlarimizni tayanchi bizga katta kuch beradi-da. Shunday hollarda do'stlaringizdan kuchli kuch olgan damlaringizni eslay olasizmi? Albatta, o'zi yaqin inson do'stini ko'rsa, har bir vaziyatda bir yomon tushkunlikka tushgan payti ham kayfiyati ko'tarilishi turgan gapda. Ham bo'ladi, Jo'rabek akamda ham, Ulug'bekda ham shunaqa bir xislatlar borki, har doim hamma gap hazil huzul, o'sha yumorga boy bo'lgan xislatlari. Qoyil. Men masalan boshida jiddiyroq bo'lganman. Bularga qo'shilib turib, men ham ozgina Bular ayni meni narsalar bo'ldi. ozgina bachlam berishni boshladim. Yo'q, bu juda yaxshi. Bularni aynitganmanmi o'zi? Lekin bizani mana boshimizda bir qanaqadir tushkunlik tushsa ham bir-birimizdan maslahat olamiz har doim.
agar qo'limizdan kelsa bir-birimizga yordam beramiz. Bir kishini qo'lidan kelmasa 2 kishi yordam beramiz. Mana shunaqa. Bu har doim hayot yo'lida ham biz hech qanaqa o'rtamizda sirimiz yo'q. Masalan, tashqaridagi kimdir bilan tanishsak ham, boshqa bo'lsak ham, lekin bir-birimizni qaysidir insonlardan qizg'anadigan odatimiz ham bor. Masalan, qaysi ma'noda? Bir misol deylik, Jo'rabek akam bir yomonroq odam bilan tanishsa, qanaqa ma'noda yomonroq? Bir tarbiya jihatdan yoki bir qanaqadir shunaqa insonlar bilan tanishib qolsalar, masalan, biz aytamiz, aka, mana bu odam sizni tengiz emas. Jonkuyarlik bor. Ha, sal xarakter chatoq ekan. Qo'ying, bu odam bilan do'stlashmang. Yoki menda ham kimlardir bilan o'zi eng ko'proq bular bizga gapiradigan. Ay, sharob anu bilan yuribsan, ko'rib qoldim. Yo'qot uni deydilar. Nimaga desam, nima qilasan? Yaxshi bir ilmli, zo'r bir ustoz san'atkorlar bilan do'stlashmaysanmi deb ko'p. Menga o'xshagan san'atkorlar bilan. Mana shunaqa bir-birimizni bir to'g'riroq yo'ldan ketishimizga qisman maslahatdoshmiz ham. Suhbatimiz yaxshi ketyapti, lekin shu o'rinda meni rosa qo'shiq eshitgim keldi. Aha. Kimdan? Uchta xonanda o'tiribdi oldimizda. Qo'l ko'taramiz kimdan? Hozir duet ham xohlayapman, lekin buni iloji yo'q bilaman. Shu o'rinda Sharif akadan mayli. Marhamat, sahnamiz sizga muntazir. Mani aldaganlaring esingda tursa, mani qiynaganlaring esingda tursa, jonim berib sevganimga qilmading vafo, qadrim bilmaganlaring esingda tursa. O'zimga, dilimga tugan shirin orzularimni qabrga ko'mib, indamadim dilimni tishladim faqat, hamma xiyonatingga ko'zimni yumib. Yo'q, yuragim yig'lamaginsan, yolg'on sevgiga achinmaginsan, boshida qiynalamiz, ikkalamiz ham, sen kabi menga ham qilmoqda alam. Esingda tursin, mani qiynaganlaring esingda tursin, jonim berib sevganimga qilmading vafo, qadrim bilmaganlaring esingda tursin, mani aldaganlaring esingda tursin, mani qiynaganlaring esingda tursin, jonim berib sevganimga qilmading vafo, qadrim bilmaganlaring esingda tursin. Ayıplading tushunmay jim qaradimman, axir og'ir kunlaringda men yaradimman, mayli dedim yorilmay ichimga yutdim, sana o'zingga aytmay ko'p sinadimman. Hamma narsa vaqtida bo'lgani yaxshi, bu sevgini borligidan o'lgani yaxshi, yo'lim dedim tikanding bag'rim esa ham, bunday gulni bir umr so'ygani yaxshi. Mani aldaganlaring esingda tursin, mani qiynaganlaring esingda tursin, jonim berib sevganimga qilmading vafo, qadrim bilmaganlaring esingda tursin, mani aldaganlaring esingda tursin, mani qiynaganlaring esingda tursin, jonim berib sevganimga qilmading vafo, qadrim bilmaganlaring esingda tursin. Mani qiynaganlaring esingda tursin, jonim berib sevganimga qilmading vafo, qadrim bilmaganlaring esingda tursin, mani aldaganlaring esingda tursin, mani qiynaganlaring esingda tursin, jonim berib sevganimga qilmading vafo, qadrim bilmaganlaring esingda tursin.
o'ylaymizki biz do'stlik haqida juda ham mazmunli va chiroyli suhbat o'tkazdik. Aynan sizlar bilan do'stlik haqida suhbatlashsak bizga soatlar kamlik qiladida. Albatta. Lekin qisqa bo'lsa-da erta tongdan muxlislarga manzur bo'ladigan chin do'stlik haqida suhbatlarni va xotiralarni ulasha oldik degan umiddamiz. Tashrif uchun kattakon rahmat Ulug'bek aka, Sharof aka, Xursandmiz Jo'rabek aka. tashrifingizdan. Ijodingiz qizg'in va safarlaringiz va xizmatlaringiz tiqilinch bir paytda erta tongdan saharlab yurtdoshlarimiz va tomoshabinlar bilan do'stlik tarixi va do'stlik haqidagi bir go'zal suhbatlarni biz bilan bahramand bo'lganingizdan, bahramand ko'rganingizdan juda ham xursandmiz. Tashrif uchun rahmat akalar. Sizlarga ham taklif uchun rahmat. Baraka topinglar. rahmat. Bizlar bilan muxlislarni bog'lab turuvchi Albatta. zanjir bu sizlar. O'ylaymanki bu endi boshlanishi. Boshlanadi. Hali ko'p chaqirib turamiz. Bo'ldi. Ertaga yana kelamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.